Yozgi sezonda 1000-2000 dollar bilan qanaqa biznes qilsa bo'ladi? Frigamatik do'konida sizlarga ajoyib mana bizneslarni taklif etib qolamiz. 20 xildan ortiq original frigamatik frezerlar va undan tashqari 300 xildan ortiq uskunalari sizlarga taklif etadi. Assalomu alaykum Sardor O'zkan hurmatli tomoshabinlar. Bu ham frezer, bu ham frezer, bu ham frezer. Lekin uchrasini ko'rib turibsizki, har xil. Bularni hozir bizga to'lig'icha mutaxassis sotuv menejeri Xurshid akamizga tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Xo'p, bizda 20 xildan ortiq turdagi frezer apparatlari bor. Bularda har qanday mayda detallaridan tortib, polniy zapchaslari biz o'zimizda bor. 100% bor zapchaslari va yangi biznes boshlay turganlarga hozir sizlarga ajoyib taklifimiz bor. 3 faza ko'p joyda muammo bo'ladi. Shu muammoni yechimiga bizda 220 voltli oddiy uy sharoitida ishlatadigan frezerlarimiz ham bor. Demak, 220 ga, ya'ni uy to'kiga tiqib turib, birinchi marta bemalol ushbu biznesda yo'lda bo'yida uyingiz bo'lsa, ayni muddao mana sizga 220 larni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Xurshid aka, qaysidan boshlaymiz aka? Jumbo frezerimizdan Jumbodan. Videomizni boshlashdan avval albatta ushbu videoni birorta biznesga qiziqayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying, manfaatli bo'ladi va albatta bitta like bosishni unutmang. Har doimgidek trenddagi jumboyimiz. Sizlarga hozir jumbo haqida gapirib o'tamiz. Bu jumboyimizda qolganlardan afzalligi va bular haqida batafsil hozir Xurshid akamiz o'zlari chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Aka, nima afzalliklari bor? Bunda asosiy fishkasi birinchi o'rinda. Bu havo pompasi. Marojnani mayin qilib chiqarib berish xususiyati bor. Havo orqali ishlaydi. Undan tashqari asosiy fishkalaridan ikkinchisi bu JM, ya'ni qiyom aralashtirib quyib beradi. Ha, birgalikda o'zi avtomatik, mana shunday qilib JM bilan quyib beradi. Undan tashqari sensil panelli bo'ladi bu. Xo'p. Har bitta qozonda alohida ishlash xususiyati bor bu frezerda. Demak, alohida bemalol ishlatsa bo'ladi. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari JMda o'zingiz ligirovka qilsangiz bo'ladi. Qancha miqdorlarini. Voy, juda ham zo'r. Shuning uchun jumboligini mana hozirgacha trenddan qolgani yo'q. 23, 24, mana 25-yilda ham trenddan hali qolgani yo'q va shuning uchun kuchli taraflarini mana sizlarga hozir ko'rsatib o'tyapmiz. Buni endi ichki organizmlar haqida keladigan bo'lsa, radiatorlari usulinniy qilingan. U degani plus 45 gradusda ham bemalol ishlab beradi. Undan tashqari yuragi 3 ta kompressori, Embraco, Braziliyaniki bo'ladi. 2 ta dvigatel, 2 ta reduktor. Har bitta qozonni alohida ishlash uchun. Alohida ishlash uchun reduktorlari ham, motorlari ham отдельный-deng? Отдельный bo'ladi. Eng asosiysi bunda shum yo'q. Ovoz. Juda ham ovozi tix ishlaydi-deng. Demak, mana ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, ishlaganda tix ishlaydi. Bunimiz 380 da ishlaydi, ya'ni 3 fazada. Bunimiz aka qancha marojna quyib bera oladi soatiga? Soatiga 60 litr marojna quyib tayyorlab beradi. Demak, siz bu yoqdan ulgurib quyib, mana shu egalariga yetkazib bersangiz bo'ldi bo'lyapti. Ayni yoz oylarida mana sezonga kirib borasiz va sizga mana shunday frezerlar sizga yordamga keladi va xudo xolasa bu frezerdan foydalanib ko'rganlar o'zi juda ham yaxshi biladi. Va albatta biror joyda mana shu frigamatik adashmaysizlar. Frigamatik yozuvli sizlar qandaydir frezerni ko'rib qolsangiz, marojna sotuvchilar bir yeb ko'ring marojnasidan juda ham mazaligini albatta his qilasiz. Xo'p, undan keyingi navbatdagi buni aka narxlari nech pul chiqadi? Buni 4200 dollar. Narxlari o'zgarmabdi-da? O'zgarmadi. O'tgan yili ham 4200 dollar deganidek. Demak, narxlari o'zgarmagan, o'sha 4200 dollarda mana tashkil etib turmoqda. Dastavkalarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavkani qilib beramiz. Demak, dastavka mavjud, qolgan joylarga kelishilgan holatda bemalol mana aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, undan tashqari bu yoqda davom etib ketamiz. Yangicha modelimiz shu jumboni
pompasizi. Ha, pompasiz varianti. Pompasiz varianti. Bularimiz hozirgi kunda $3000. $3000 tashkil etadi. Bu ham sensorli bo'ladi. Har bitta kompressori alohida bo'ladi. Alohida Qozonlari bilan qozonlari birgalikda. bilan ishlatsa bo'ladi buni. Demak, ko'rib o'tadigan bo'lsak, FGS 255. FGK 255 modeli, yangicha modeli. Yangicha modeli. Undan keyingisi navbatda biz hozir sizlarga navbat va navbat tushuntirib o'tyapmiz va narxlari bilan tanishtirib ketyapmiz. Bu nima aka? Bu FGK 368 modelimiz. Bunimiz $2200. Bunda ham kompressorlari katta bo'ladi. Bu ham o'sha sensorli panel bilan jihozlangan. Soatiga 60 litr morojniy quyib beradi. Bemalol quya oladi-deng. Bemalol quyib beradi. Bemalol ham quyishi mumkin bo'ladi. Narxi necha pul aytdik buni? $2200. $2200 tashkil etadi. Xo'p, endi FCG 260 Neo modeli deyiladi bu. Bu Neo varianti. Neo modeli. Yangicha 2025 yangi avlodlari bular. Oho. Bunda eng asosiysi yuragidan boshlaymiz endi. Yuragi kompressori Hitachi bo'ladi. 5 HP 4 portion. Undan tashqari hali bunaqasi hech yerda bo'lmagan. 7 qovurg'ali radiator bilan jihozlangan bu. Oho. Undan tashqari dvigatelimiz 202 kilovatli. 202 kilovatli dvigatel. Обратный klapan bor. Обратный klapan gilzadagi sovuqlikni o'zida ushlab beradi. Freonni pastga tushirib yubormaydi. Ichidagi shinayda sinishini oldini oladi. Shinek misol uchun sinishi mumkin holatlari ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shunday. Xo'p, ko'rib o'tadigan bo'lsak, bunda o'zi qovurg'alari anchagina usilinni 7 talik bo'lgan. 7 talik bo'lgan. Bularda mana hozir har xil variantlari bor. Biz hozir Neos haqida gaplashib o'tyapmiz. Bu Neo'miz necha litr quya oladi? Bitta quyganda 60 litr morojniy quyib beradi soatiga. Soatiga. Bitta quyganda 2 kilo morojniy quyib beradi. Oldingilari 1 kilo quysa, bu 2 kilo quyadi. Undan tashqari eng ko'pchilikni qiynaydigan savol. Buni ramalari shunaqa qalin ishlangan, umuman shum bo'lmaydi. 4 burchak xonada bo'lsa, gaplashib bo'lmaydi. Frezer holatda. Bunda ikkovimiz bemalol hozir qanday gaplashayotgan bo'lsak, shunday gaplasha olamiz. Demak, tixi rejimda ishlashi. Yo'q bunda. Ovozi yo'q. 5 shum deding. Juda ham zo'r. Undan tashqari shinagi. Shinaglari. 2 kilo quyib beradi degan sababim shinagi uzun. Bunda morojniy bu yerdan pishib kelguncha mягкийлashib ketadi. Yengil. Mazasi ham o'ta boshqacha chiqadi. Yo'q. Hozir men morojniy biznesini boshlab yuboradigan bo'lib turibman. Nima deysizlar? Shinaklarining ham hozir mana e'tiborli jihatlari, chunki bu morojniyni o'sha motor qismidan tortib shinagigacha morojniy yetib tayyor bo'lgunicha bu albatta frezerga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun frezerlar ko'p, hammasi ham misol uchun frezer bo'lishi mumkin, lekin misol uchun hayvonlarga olib qaraganimizda mol. Bitta molni misol uchun Angus moli va Simmental xuddi o'shanda bularda ham har birining o'zini bir parodasi bor. O'zini bir mana bu yerda nomlari bor. Shuning uchun mana Neo'ni aytib o'tib ketyapmiz. Hozir Neo'dan tashqari Zerolari bor. Hozir ularni ko'rasizlar, umuman hayron qolasizlar. Buni narxi necha pul chiqadi aka? Buni narxi $2700. Buni narxi $2700 chiqadi. Yoz oylarida aka men ko'p ko'raman, mana bu frezeri bor insonlar suvni sepib turishadi. Bu plus 50 gradusda ham bemalol morojniy chiqarib bera oladi. Morojniy chiqarib berishi mumkin bo'ladi. Bunda yuragi katta 4 portionli 5 HP Hitachi kompressor. Demak, suv quyish shart bo'lmaydi. Ovoragarchiliklardan o'tishadi. Tushunarli. Demak, og'riqqa yechim topilibdi. Nimagaki, ko'pchilik ana shunaqangi holatda suv quya turganini ko'p kuzatganman morojnichilarda. Bunda unaqa narsalar yo'q. Bu hamma yo'g'i o'zida joylashgan. Bunda eng asosiysi elektrochasini aytib o'tib ketmoqmiz. Elektrochasini o'zida 2 karra himoyalovchi mexanizm o'rnatilgan. Faza zashta yo'q, hamma yo'g'i bor ekan. Faza zashta hamma yo'g'i bor. Eng asosiysi noto'g'ri tok kelsa, o'zini qulflab olish xususiyati bor bunda. Demak, faza o'ynab qolib yoki boshqa holatlarda
bu o'zini o'zi himoya oladi. bemalol himoya qilib oladi. Demak, mana har tomonlama universal va mana shu biznesmen, tadbirkor akalarimizga xudo xolasa yechimlarni mana yengillashtirilgan. Chunki ertaga faza almashib qolsa, boshqa bo'lsa, muammo ko'p chiqardi. Shuning uchun undan keyingisi qaysi birini ko'rsatamiz aka? Zero nima? Undan keyingisi Zero modelimiz. Zero modelimiz ham kompressorlari katta. 5 HP 4 portion bo'ladi bunda ham. 5 HP. Doring kompressor deyiladi bu. Aha. Kompressorlari doring bo'ladi. Aha. Radiator qovurg'alari 6 talik bo'ladi. Dvigateli 202 kilovat bo'ladi. Bunda ham Zero modelimizda mana shinaklari. Shinaklari nargindan ham uzunroqqa o'xshab ko'rinadi, lekin borku, temir qismlari anchagina uzun, mana holatiga ko'rishingiz mumkin. Demak, bu Zero'imizda, demak, buni ham motorlari mana bir xil chiqyapti hozirga ko'ra. Bir xil. 5 HP 4 portion. Aha. Demak, ko'rib o'tyapmiz, hajm jihatdan ham bir xil, lekin buniki neo bo'ladigan bo'lsa, buniki Zero. Buniki hozirgida aytib o'tganimizda qovurg'alarida farq qilyapti va qolgan farqlari nimada yana? Elektrochaslari Yevropa bo'ladi bunda. Aha. Bunimizda demak elektrochaslari Yevropa. Buni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu ham necha litr quyadi aka bu? Bu ham 60 litr quyadi. Bu ham 60 litr quyaveradi soatiga bemalol. Bir xil. Qozon sig'imlarimiz 14 litrdan 28 litr bo'ladi. Qozon sig'imi 28 litr. Demak, bunda ham shu 28 litr bir xil. Bizning frezerlarimizda eng asosiysi ramalar qalinlashgan hisobiga shum bo'lmaydi bularda. Bular Fregomatic eng original frezerlar hozir. Yangicha 2025. O'zbekistonda desam adashaman, O'rta Osiyoda xudo xolasa eng yangi rusumdagi va originali mana shu yerda. Xo'p, bunimiz narxlari Zero'imizda $2600. $2600. Demak, farqlarini mana ko'rib o'tyapsiz. Bir qator. Undan keyin qaysini ko'rsatamiz aka? Xo'p, undan keyingisi FCG 260 Aqua model. Aqua modeli ham o'zgacha. Aqua modellarimizni hozir sizlarga oldi mordalari ham asl seriallardan tayyorlangan. Ko'rib turganingizdek barchasi. Xo'p, buni ichki qismiga keladigan bo'lsak, xo'p, bunda ham shinaklari uzun bo'ladi. Xo'p, dvigateli 202 kilovat bo'ladi. Обратный klapan bor. Xo'p. Обратный klapanning vazifasini tushuntirib o'tdik. Gilzani sovuqligini ushlab berib turadi. Freonni pastga tushirib yubormaydi. Ichidagi shinakni sinishini oldini oladi. Yuragi bo'lgan kompressori 5 HP deyiladi. Hitachi. Bu 2 portionligi bo'ladi. Bu 2 portionligi. 2 portionligi katta porsionda bo'ladi bular. Plus 50 gradusda ham bemalol sovutib bera oladi. Marojna chiqadi 50 gradusda. Ayni yoz paytida marojnani bemalol yetkazib berish mumkin bo'ladi. Bemalol yetkazib beradi. Bunda ham radiator qovurg'alari 7 qatorli. 7 qatorli ekan, ko'rib o'tadigan bo'lsangiz. Demak, Zero bilan solishtirganimizda hozir bunda anchagina afzalliklar yana ham mukammallashib boryapti. Yana ham mukammallashgan. Xo'p, bunimizni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bunimiz aka tok qismlari, elektrik himoyalarimiz qanday bunda? Xo'p, bunda ham 2 karra himoyalovchi mexanizmi bor. Faza zashtnilari bor. Tok noto'g'ri kelsa, o'zini bemalol himoya qila oladi. Demak, o'zini bemalol himoya qilishi mumkin. Shinaklarini mana sizlarga bir qator ko'rsatib o'tib ketyapman. Mana akalar. Shinaklari. Qolganlaridan farqlarini ko'rsatib beramizmi? Farqlar. Mana farqlar. Bu eski modellardagi. Bu Zero'niki. Bular yangi 2025-yilgi shinaklar. Shinaklardan umuman sinmaydi. Shuning uchun bir qo'yganda 2 kiloni ham qo'yib berishi mumkin bo'lgan. Eng asosiysi videoda ko'ring, sinmaydi shinak. Videoda qo'yib o'tib ketamiz, sinmasligini mana bir qator o'zingiz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shunday. Xo'p, bu shinaklarimizga buniki. Demak, bu yerda mana u tomonda ochib, hammasini ko'rsatib qo'yganmiz. Bunimizda Aqua'miz narxi qancha chiqadi aka? $2600. $2600. Endi bitta savol, Zero olganim yaxshimi, Aqua olganim yaxshimi? Sizning xolisona fikringiz. Ishlash vazifasi bir xil. Bunda ikkita portionli katta portion bo'ladi. Bunda 4 portion
undan ko'ra nisbatan kichikroq porshen Kichikroq bo'ladi. Lekin ikkovi ham ishlashi plus 50 gradusda ham bemalol morojniy chiqarib beradi. Mana shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Hop, qarab turinglar. Onyx 3 ta porshenli, Monza esa 4 porshenli. Siz qaysi birini olib mingan bo'lardingiz? Unisi turbo, bunisi esa обычный. Endi mana gavda jihatdan почти bir xil, orqasidan jicha farqi bor Monza bilan, misol uchun unda Onyxda. Demak, bu yerda xuddi o'shanda siz o'zingizga yoqqanini tanlashingiz mumkin bo'lar ekan. Faqat farqini mana endi bu yog'ida narxida bir xil chiqyapti, xudo xolasa, yog'ini o'zingiz tanlashingiz imkoniyatingiz bor. Ishonmaysiz, 2005-yildan beri takomillashib kelayotgan 250 lyuks modeli. Yangi modelimiz. Aha. Bu 2005-yildan beri hozirgacha 20 yildan beri o'zini yo'qotgani yo'q-deng. O'zini yo'qotmadi. Har yili takomillashib kelaveradi. O'sib kelyapti. O'sib kelyapti. Juda ham hozirgi varianti o'ta boshqa. Yo'q, o'ta boshqa. Buni ishlatganlar biladi, albatta. Xo'p, buni obzorini bitta qilib beringchi endi. Qozon sig'imi 12 litrdan bo'ladi. 24 litr bo'ladi. Bitta kuyganda 1 kilo morojniy quyib beradi. Buni ham oldi mordalari haqiqiy asl siriyollardan tayyorlangan. Undan tashqari ichki qismiga keladigan bo'lsak, kompressori 4 HP Hitachi bo'ladi. Bunda ham radiatorlari 7 qovurg'ali. 7 qovurg'ali. Demak, nechigacha ishlaydi bular? Plus 40 gradusda ham bemalol morojniy chiqarib beradi. Plus 40 gradusda ham bemalol ishlab chiqaradi. Bemalol ishlab chiqaradi. Undan tashqari обратный klapan mavjud. Xo'p, dvigatel, reduktorlari kuchaygan varianti. Bunda ham eng asosiysi bizni frezerlarda yana qaytarib o'tamiz, shum degan narsa yo'q. Demak, frezerda vang'illashdan, ding'illashdan, dirillashdan zerikkan bo'lsangiz, Brigomatikdan oling, xudo xolasa unutasiz. Xo'p, bunimizni narxlari qancha chiqadi aka? Bunimizni narxi atagi $2400 aka. Gap yo'q aka. Bo'lar ekan mana narxlar sekin-asta arzonlab boryapti. Demak, lyuksimizni sizlarga hozir mana ko'rsatib o'tdik. Demak, ko'rib o'tayotgan bo'lsangiz, farqlarni o'zingiz ko'ryapsiz. Boyagida aytganimdek, hammasi ko'rinishida bir xil, lekin bu yerda har bir nomlari, motorlari, ichki mexanizmlari o'zgarib boryapti. Fullimiz qanday aka? Xo'p, bu 340 full modelimiz, oddiy 220 tokka ishlaydi. 250 lyuks modelimizda full versiyasi. Full versiyasi. Faqat 220 haligi. Aha. 220 ishlatadiganlar ko'pchilik noliydi. Rosa issiqda muzlat bermayapti. Bunimiz stoyka bermayapti. Stoyka bermashi, muzlatmashi bu imенно yuragi kompressoridan bo'ladi-da. Oddiy konditsionerda kompressorini qo'yib qo'yadi-da, 220 voltli desa ko'pchilik oladi, noliydi. Bunda unaqa narsa yo'q. Plus 40 gradusda ham bemalol morojniy ishlab chiqarib bera oladi. Bunda kompressorlari 3 HP bo'ladi. Radiatorlar usulinniy qilingan, navorot ishlaydi. Undan tashqari qozon sig'imimiz 12 litrdan. 12 litrdan 24 bitta kuyganda 1 kilo bemalol morojniy quyib beradi. Hop, bu 220 ligimiz, mana full versiyasi, ko'rib o'tishingiz mumkin, oldi mordalari boyagilarki bilan bir xil ishlangan. Bunimiz PGK 340 full modeli. Full modeli 220 lik, bemalol uy tokida ishlatishingiz mumkin. Bunimiz ham bemalol morojnalarda mana hozirgida 380 dagi bilan 220 niki bir xil chiqarib beradi. Morojnani qanaqasini, qiymatini, ya'niki o'zini, o'rashlarini hammasini bir xil chiqarib beradi pishirishda. Bu yog'ini endi siz o'zingiz chiroyli pishganini vaqtida bilsangiz bo'ldi. Bunimiz narxi nech pul chiqadi aka? $2000. $2000. Demak, $2000 bilan mana shuni olib qo'yadigan bo'lsangiz, uy tokida ham 220 da bemalol mana foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, davomida akajon. Xo'p, bunisi ham FCG 340 full modelimiz. Hali ko'pchilik aytadi-yu, yomoni yo'qmi deb. 220 voltda ishlaydigan eng zo'r frezerimiz. Hozirgidan ham yomoni bormi? Bu demak, kuchligi. Bu qaysi tomonlama kuchli aka buni? Xo'p, buni qaysi tomonlama kuchli deganingizda farqlari kompressori 3 HP Tekumseh kompressor bo'ladi.
yaqinroq ko'rsatasiz bu kompressorni. Kompressori katta bo'ladi bunda. Ha, Radiator boyagi qovurg'alari 5 qatorli bo'ladi. Aha. Eng asosiy dvigateli 2 kilovatli. 2 kilovatli. Bemalol 3 fazadaqa chiqarib bera oladi bu. Sababiki bunda shneklari. Oho, hozirgi nargilarga o'xshab uzun bo'lar ekanda bunda ham, ha? Bu 340 full modelimiz, bu ham 220 voltli. Mana shneki. Farqlari shnekda. Aha. Mana. Katta kichikligini farqini ko'rishingiz mumkin. 1 kilo quysa, bitta quyganida, marojno pishganda. Bunda bitta kuyganda 2 kilo marojno quyib beradi. Ana farqlari. Shneklarida anchagina farq qilyapti. Demak, bunimiz shuning uchun ham mana qolganlardan anchagina kuchliligini bildirib qo'yapti. Demak, narxlaridan farqlari bordir aka buni. Bir xil $2000. $2000. Demak, xohlovchilar bundan, xohlovchilar undan. Agar men shaxsan o'zim hozir 220 likka buni tanlasam, bunimi desa, men buni tanlagan bo'lardim. Bu meni shaxsiy fikrim. Siz qaysini tanlagan bo'lardingiz? Kommentariyga yozib qoldirishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Undan keyingilari, xo'p, $1000 deganimiz. Bu frezerimiz. Videoni boshida men aytib o'tdim, $1000, $2000lik mana har xillaridan bor dedik. Har xillari bor. $1000liklar mana shularimiz. $1000liklarimiz shu bo'ladi. Buni masalan, restoran, kafelarga qo'yib qo'yib, ko'chmanchi joylarga 180, 190 tokka ham bemalol ishlab beradi. Demak, ko'chma do'kondan foydalanib turgan akalarimizga hozirgi paytda auksionda rosa ko'chma do'konlar chiqyapti. Siz agar yo'lda bo'yida uyingiz bo'lmasa, mana shundan olib turib, ko'chma do'konda endi tok tortib kelganingiz uchun tok pastroq bo'lib qolsa ham, demak, foydalansangiz bo'laverar ekan. 180 da ham mana bu yerda mana har xillari bor. Aloqaga chiqsiz, o'zlari yana batafsil sizlarga to'lig'icha ma'lumotni berishadi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kompressorni ko'ra olmaganlar uchun polni farqlarini tushuntirib o'tamiz. Bu 250 Lux modelimizniki. Bu 260 Aqua modelimizniki. Bu esa Zero. 260 Zero modelniki. 260 Neo modelniki. Eng asosiysi har bitta kompressorimiz hammasi mis bo'ladi. Bunda alyumin joyi bo'lmaydi. Bu faqat mis bo'ladi. Undan tashqari Jumbo frezerimizniki 340 full modelimizni 220 voltlik kuchlanishda ishlaydigan kalta shnekniki. Bu uzun shnegimizniki 3 HP bo'ladi, kattaroq bo'ladi. Frezerdan tashqari bu yerda 300 xildan ortiq biznes qilish uchun uskunalarimiz mavjud. Qassoblar uchun мясорубка, suyak arra, pichoq, musat va boshqa narsalar bor. Konditer mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar uchun duxobni pechlarimiz 1 etajdan tortib 3 etajgacha 220, 380 hamda gazda ishlovchi mana shunday duxobni pechlarimiz va undan tashqari ham tokda ham gazda gibrid variantlari bor. Sutni qayta ishlash, kotyol, молочный nasos, dozator, gammagulizator, teplobmenni, turbo mikserlargacha barchasi bizda mavjud. Fast-food biznesiga qiziqqan akalarimiz uchun bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, kichkina yoki katta bo'ladimi, farqi yo'q. Bu yerda barcha jihozlar mavjud. Konditer mahsulotlari uchun hamda Novoy akalarimiz uchun testomeshalka hamda mikserlarimiz mavjud. Yozgi sezonda 3 litrli sokimizni 20 ming so'mga xarid qilib, 60 ming so'mga sotishingiz mumkin. Banka ham yonga qoladi. Albatta sizga sok axladitel yordamga keladi. Menga o'xshab bardak choyda yaxshi ko'radiganlar uchun, sizlar uchun maxsus. Agar barcha uskunalarni sizlarga tanishtirib o'tadigan bo'lsak, videomiz juda ham katta bo'lib ketar ekan, shuning uchun 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal. Har qanday uskunalarimizning 100% zapchastlari bor. Undan tashqari aksessuarlarimiz do'konimizda kutib olamiz.